Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysı joylardagi qarindoshlarım, hammanglarninki mushu vaqti va buningki vaqti xayrlik bo'lsin. Men do'stumlar Abdulaziz Beshto'g'roq Istanbuldan, Zaytunburundan sizlarga bugungi yakshanba kunlik dam olishimdan foydalanib birlikda o'rganib kelayotgan marhum Ali Izzat Begovichning Sharq bilan G'arb orasida islom degan mono kitobini Kage yerimizden devam qilamiz qadirli qarindoshlar. Hozir original idealizm degan mazmunni birlikda o'rganamiz. Birinchi qism nimati G'arb ideyasining asoslari degan bobni boshlagan. Buningdan birinchi bob tadrijiy taraqqiyot va yaratish degan temada Darwin va Michael Angelo degan ikki mazmunni birlikda o'rgandik. Bugün original idealizm degan mazmunni boshlab olamiz qadirli qarindoshlar. Tadrijiy taraqqiyot nazariyasida ibtidoiy va eng az taraqqiy qilgan inson tipi bilan eng taraqqiy qilgan hayvon o'xshash o'ringa qo'yiladi. Teşekkürler Hakan Bey. Taraqqiyotning bu ikki halqasini selishtirgan vaqtimizda bu yerda hal qilish mumkin bo'lmaydigan bir farqni his qilib yetimiz. Bir tarafta uzuqluq halakchilikida yurgan, hayot kurishini davomlashtirgan yoki bir-birini yeb, hayot kechiradigan hayvonlar to'pini, yana bir tarafta balki o'xshash o'rmonlikda har xil e'tiqodlar oldida gangirab yurgan yoki sirliq o'yinlar va simvollik darslar bilan hapilishib yurgan ibtidoiy inson to'pini ko'ramiz. Bu yerde birbirinden tamamen farklı iki canlılık var. Bu iki canlılık o'rtasidagi farq tadrijiy taraqqiyot nazariyasida o'ttirib qo'yilgandek az emas. Hayvonlarning mavjudlik prinsipi foydali bo'lganligiga tayinadi. İnsan mavjudligining prinsipi undaq emas. Hayvon tabiiy, inson bo'lsa tabiatdan halqagan, g'ayri aql, tushungil bo'lmaydigan, hatto aqliy jihatdan mumkin bo'lmaydigan bir canlılıktır. Ondaq bo'lmasa o mavjud bo'lmaydi. Hech bo'lmaganda inson sifatida mavjud bo'lib turolmaydi. İnsan dunyoning umumiy yo'nalishiga mahiyatsiz mexanizmi qanchalik qarshi chiqarsa shunchalik mavjud bo'lib tura oladi. Biz bundaq desak muvofiq bo'ladi. İnson tadrijiy taraqqiy qiladi, lekin bu faqat uning tashqi va fani tarixidir. İnsan yaratılgan canlılık bulup muayyen bir vakitte özünün hayvan emasligini idrak qilib, içindeki hayvani unsurunu inkar qilish orqali hayotning ma'nisini topgan. Agar inson tabiatning mahsuloti bo'lsa, insonning birdilla tabiatga qarshi chiqib, uning isyon ko'tarishi qanday mumkin bo'lsin? Alayliq, hayvan ajdodlaridan miras qolgan idroki va aqlini eng yuqori seviyaga yetkazsak, şunu ko'rib yetalayimizki, inson ehtiyojlari son va miqdor jihatdan texmi ko'p bo'ladi, xolos. Bularning hech biri ne azaymaydi, ne yo'q bo'lmaydi. Ehtiyojlarni jamiyat tuzilmasi qancha planliq, hisobliq, tashkillik va intizomchan bo'lsa, shuncha ko'p qamdig'ili bo'ladi. İbtidoiy bosqichlarda tasodifiylikqa bog'liq bu ahvol madaniy jamiyatlarda intayin taraqqiy qilgan planliq iqtisodga aylanadi. Bundaq bir cemiyette hayatның zoqlarına pisand qilmaslik, arzu heveslerinden vaz kechish, başqalarının xushalliqi uchun fidokorlik qilish yoki turmushning ritmini pasaytish qatorliqlarni hech kim o xiyoliga keltirolmaydi. Hayvonning nafsi bor bo'lib, ular maqsadga muvofiqlik va foydaliq prinsipiga nihoyat yaxshi misol bo'la oladi. Inson bo'lsa foydani ko'zlamaydigan axloq egasidir. Hayvanlarda intayin sezgur vaqt hissi var. Hayvanlar nurgun cihati insandan tez hareket kılalaydı. Ularning biyologik saati asasen to'g'ri mangadi. Qarag'uchilar kun petishdan 1 soat ilgari yeyishni to'xtatadi. Qisqush paqalar dengiz suvi ko'tarilishidan bir necha minut ilgari ovullarga qaytib ketishidi va katak ig'izlarini lat bilan etishidi. Harilar intayin tashkillik holda ish qiladi. Gül çiçeklerinin köpüncüsü harilerge lazım boğan həsəlini bərməsdən bir günün muayyen vaxtlarında biridir. Harilamı həsəlini en muvafiq vaxtda yığıdı. Hariler zemindeki her xil işaretlerden paydalanıp
quyoshning ahvoliga asosan yo'nalish bekitadi. Bulutluq havolarda bo'lsa, qutuplashgan nur turtkisida elib boradi. Hayvonlarning bu qobiliyatlari bu dunyoga munosabatli bo'lib, turlarning hayot, mamotlik ko'rishiga imkoniyat yaratib berdi. Bir axloqiy prinsiplar hem iptidai hem de medeni cemiyetlerde canlıklar birbiriga mecbur tangan umumi rekabette insanın faaliyetlerini azaytıdı. Ahlaki çeklemelerge bekinde boğan insan, onun bilen bivasıta rekabet içindeki türlerge seliştirganda, akli ve idraki türküsü de mevcutlukunu muhafizet kılalaydı. Hem de okşaş akıl ve idrak türküsü de lekin ahlaki hükümler bilen hayvan türünü tasavvur kılıp bakayım. Bundaq bir canlıq türü en kısa vaqt içinde yok bulur. İnsan ahlakı qarzlar boğan bu kuvvet kemçiliki ne idraki ve aklının üstünlüki ve onunla paralel boğan başka kabiliyetleri bilen tuluqluğan. Onun üstündeki idrak insani emas zoologik hadisidir. Hayvan idrakiga münasibet hikayeler dizisi üstüde biraz toxtalaydı. Hayvan idrakini izohlashda hayvanning taqlid alayligidan boshqa xususlari bor. Hayvanlar qo'pol bir sayman yasaydi yoki inson yasagan narsalardan foydalanadi. İdrak jihatdan insondan keyin turadigan maymun va filga o'xshash hayvonlar muayyan ahvollarda ba'zi narsalardan qanday foydalanishni bilalaydigan qobiliyatga ega. Bulardan keyin turadigan tulki bo'lsa, tuzoqni darhol bilalaydi. Bu Bergson icatçı tedrici terakkiyat degan kitaptan ilinib ekan. Şimpanze banan tushirish uchun tayoq shiltidi. Eyiq bo'lsa tashdan foydalanadi. Hara, g'oz va maymunlarda gap qilish yoki doğrash usullari bilan ma'lumot almashtirilganligiga doir nurg'un material yig'ilgan. Nemis faylasuf Frisch, professor Lorenz ve Rus faylasuf Nezinki'nin tədqiqatları bunu bildirdi. New York hayvanatlar bağçısı müdiri Doktor Beller uzun yıllardan bu yan hayvanların hareketlerini küzütüp, ularning idraki ve maslashish kabiliyeti arqali etrafidagi narsalardan foydalanalaydiganligi o'tirib qo'yib, buni xulosa keladi. Bütün hayvanlar idraki ve oylaş kabiliyetiga ega. Til insanın manevi tarafiga emas, tabiiy ve zoologik tarafiga taalluq. Bularning tigini hayvanatlar dünyasida uchirtimiz. Musiqa ve san'atning aksicha tilni ilmiy tadqiqotlar hatto matematika metodlarining tadbiqlari bilan izohlashqima bo'ladi. Bu ahvol tilga fan tusini berdi. Fanning obyekti faqat tashqi ve obyektiv narsalardir. Tabiat bilan idrak bilan til o'rtasida ro'shan o'xshashlik mavjud. Modda bilan idrak bir-birini qandoq yaratgan bo'lsa, idrak bilan tilmo o'xshashlar bir-birini yaratadi. Hozirmi bu shundoq. Til mengining qo'li. Mengining ruli bo'lsa, ma'naviy hayotimizni reallikdagi foydali narsalarga paydo qilishdan iborat. Bergson shuna debdiki, İnsanın bir tarafi hayvanatlar dünyasına bağlıq buludu. Şunun bilen birge tarixten ilgili insanın hayatıda mevcut boğuluğuna okşaş, medeni insan hayatıda mı mevcut boğan din, sihirgerlik, oyullar, piruhullar, perhiz katarlıklarının izlerini hayvanatlar dünyasında uçurtuş mümkün emas. Hayvanların hayatını galit oyullar ve sihirgerler tarafından faaliyetleri çeklengen ve düşünüksüz itikat ve ibadetler sebebinden hayatını tekrar kıyanlaştırıp etken iptidai insan bilen seliştirsak, intayın emeli ve kanuniyetlerine muvaffak bir menzirini uçurtumuz. Hayvan oğu çıkkanda mentikalik ve sergeklik bilen hareket kılıdı. Maymun, kunduz, yoki müşklerinin hayatını mezmun kılgan edebiyatta hayvanlarının məqsədiga yetiş üçün nəhayət ustalık bilen hareket qıldığanlığı o'ttirib qo'yilgan bazı dinlarda gap qilmay jim bo'lib olishni ro'z ibodatin bo'lib hisoblanishini buningga manfi isbot sifatida ko'rsatishga bo'ladi. Ba'zi xristian tariqatlarida gap qilmaslikmi mushu kategoriyaga kiradi.
tamoq yemaslikmi o'xshash. Qur'oni Karimda bu vaqtda mundaq deyildi. Meyli yer yüzünde mağdıgan hayvan bolsun, meyli iki qanıtı bilen uçuduğan uçar kuş bolsun, hemmisi silerge o'xshash ümmetlerdir. Yani Allah tarafından yaratılgan məxluqlardır. En'am suresi 38. ayet. Qur'oni Karimda bununla münasebetlik nurgun ayet uçuraydı. Bu ayetlerde hayvandaki kabiliyetlerden vaz geçiş yoki insan dili kabiliyet barlığına işaret kılınmaydı. En terakki qilgan qo'sh qanotliqlar bilan harilarning tashkillik hayotida ojiz o'rindagi ishchi hara yoki yashangan xonish hara rahimsizlarcha muomalaga uchraydi. Bular ko'znakdan haydildi. Intizom va kollektiv hayotni qo'g'dab qilish uchun tangpongligi orqali ojizlarni qo'g'dash, yashash huquqi, taqdirlash, minnatdorlik, boshqalarni o'ylash qatorliq gumonizmning, ya'ni humanizmning qimmat o'lchamlarini mujassam qilgan hayot shaklini haridan boshqa jonliqlarda ushuritish haqiqatan tas. Tabiiy xususiyatlari bilan harakat qiladigan va konkret nishonga türünün davamlışıqa yüzlüdigan hayvanlarni tushunish tas emas. Ondaqda ibtidoiy inson qandaq bo'ladi? Ovga chiqishdan ilgari ovchilar va oilalari ibodat qiladi, usul o'ynashadi, pal ochqizadi, seyr qiladi. Erlar ovlarga chiqib ketgandan keyin ayollar yana uylarida ibodat qiladi. Ayollar ko'ngil qo'yib ibodat qilmasa, erlarining ovlari o'ngishli bo'lmaydi. Hatto hayoti xavf yetadi. Lukeyn Henry'nin dinning manbasi degan kitobidan olinibdi. Shay'lar hayvonga nisbatan o'zgarmasdir. Halbuki inson o'zining tasavvur dunyosini yaratib, obyektiv dunyoni aslidagidan oshirib tasavvur qiladi. Hayvonlar nihoyat usta ovchidir. Vahshiy inson mushundaq bo'lib, bu nuqtada ikkisi o'rtasida ro'shan farq yo'q. İptidoiy inson herib charchashni bilmaydigan ijodiyatchi bo'lish bilan birga afsona, xurofot, o'yin va butlarni paydo qiluvchilar edi. İnson haqiqiy yoki xiyoli bo'lsin, doim yana bir dunyo tamasida bo'lib kelgan. İptidoiy insonlar ovga chiqishdan ilgari ovlamoqchi bo'lgan hayvonlarning rasmini chizib chiqardi. Bu ishining ovining o'ngishli bo'lishiga ta'sir qiladiganligiga ishonadi. Ov sihri. İptidoiy inson o'ngishliq ov qilish uchun duo qilib resim chizgan bo'lsa, hayvonlar butun diqqatini ozuq-tulik izlashga bergan. Yosh ovchilarning rasmiy ovchi bo'lish uchun diniy tusi quyuq bo'lgan murosimlar o'tkaziladi. Hobart va Mausning qarashicha deydi. Bunday ahvolda 3 xil diniy murosimlar elib beriladi. Poklash, taqdirlash va qabul qilish. Shunisi aniqki, bu diniy murosimlarning ovchilik bilan hech qanday munosabati yo'q bo'lib, bular bo'lmay turibmi ovchilik qilishga mumkin bo'ladi. Ammo bu yerda muhim bo'lgani boshqa bir nuqta bo'lib, diniy murosimlarning ma'naviy tarbiyadir. Bu diniy murosimlarning insonga amaliy foydasi yo'q. Shunga bu hodisalarni iqtisodiy nuqta nazarlar bilan izohlashning qat'iy o'rni yo'q. Lekin assalom. C. Frazera Altın Şah namlı zor hacimlik esrida insanlarni qurban qilish ideyasının ibtidoiy insonlarning engidagi hukmron ideyasi bilan birlashganligiga ishorat qiladi. H.G. Wellisma bu haqda mundaq deydi. Bu logikalik tafakkur orqali izohlag'ili bo'lmaydigan balalarcha xiyoli va cho'chaklarning mahsulotidir. 10 ming yil ilgari terilg'i vaqti kelganda insonlar qurban qilinadi. Qurbanlık uchun nachar odamlar emas, balki kichik bolalar tanlanadi. Yezi iyilik bilan shug'ullangan har qanday jamiyatda inson qurban qilinadi. Wellis yana mundaq deydi. Ovchilar muallif bu yerda ko'na tosh qurollar davridagi insonga ishorat qiladi. Intayin rahimsiz, lekin jangovar edi. Biroq ovlarini ovlashga yo'lliq sabablar bor edi. Yangi tosh qurollar davridagi inson so'zlashish va murakkab tushuncha ta'sirida yaqinlarini o'ltiradi debdi. Şu H.G. Wellis'ning Dünya Tarixi 9-betdan e'longan ekan, qadrli qarindoshlar. Qurbanlik butkul dinlarda mavjud bo'lib, uning mohiyatini izohlash mumkin emas. Qurbanlik o dunyoga taalluq bir haqiqat bo'lib,
iptidai dinlarning ba'zilarida qurbonlik shaklları haqiqatan qo'rqinchli edi. Bu xoldagi qurbonlik zoologik hodisa bilan insoniy davrlar orasida konkret va ro'shan ko'riladigan farqni namoyon qilish bilan birga manfaat, ehtiyoj va foydalilik prinsipiga zid bo'lgan yana bir prinsipni namoyon qiladi. Qurbonlik tadrijiy taraqqiyot jarayoniga inson dunyosining muqaddimasini namoyon qiladigan fasildir. Darvaqa manfaatning mohiyati zoologik bo'lsa, qurbonning mohiyati insondir. Manfaat siyosat va siyosiy iqtisodning asosiy hukmlari bo'lgan bo'lsa, qurbon din va axloqning asosiy hukmlari hisoblanadi. Hegel Wells bundoq deydi: İptidai insonlarning aqlsizligiga odamning ishongisi kelmaydi. Ko'ni tosh qurollar davrining oxirgi bosqichi va yangi tosh qurollarining dastlabki bosqichida insonlarda o'z bedeni meyib qildigan g'alati odat shakllangan. İnsanlar burun, quloq, barmoq va tish qatorliq beden a'zolarini kesib, o'zlarini meyib qildigan va bu orqali har xil g'alati xurofotlarni yaratishga boshlagan edi. Bundaq ishni hech qanday bir hayvon qilmaydi. Buningdan keyingi farqma o'xshaydi. Hayvon och yoki biror xavfga yo'liqqanda, inson to'q yoki kuchli bo'lganda xatarlik holga keladi. İzzat, obro'y va nomusni qo'g'dash yo'lida sodir qilingan jinoyatlarga selishtirganda, to'q yoki kuchli vaqtlarda sodir qilingan jinoyatlarning soni intayin ko'p. Tulkining tuzoqdan qutulish uchun putini tishlab o'zbetishi buningga nihoyatda yaxshi misol bo'la oladi. Tulkining bu harakati intayin mantiqiy bir harakatdir. İptidai insonning o'z bedenini meyib qilishi hayvonlarga tamamen yat bir ish. Bu misolda tadrijiy taraqqiyotning ziddiyat ekanligini yoki taraqqiyotning tuyuqsiz to'xtab qolganligini ko'rib yetamiz. Shundaqla tadrijiy taraqqiyot tuyuqsiz orqa qaytadi ve g'oyibi hayvonning o'tirg'i chiqishi ilgirlashga bevosita tahdid soladi. Men tadrijiy taraqqiyotning oxirgi bosqichlarida tuyuqsizla zoologik hodisaning insoniy hodisalardan ustun bo'lib qolishini vahshiylikning chegilishi deb atashni muvofiq ko'rdi. Bu ahvol qanchalik g'alati bo'lishidan qat'iy nazar, bu chigishlik insoniy bo'lgan va kelgusida maydonga keladigan butkul din, she'r, falsafa va san'atning manbasini tashkil qiladigan yangi bir mohiyatning ifodasi hisoblanadi. Bu hodisa intayin ma'nilik bo'lib, insonning haqiqiy va chinligini va insonga munosabatlik g'alati ziddiyatni ta'kidlaydi. Yuqorida qayd qilingan haqiqatlar bizni buni xulosaga keltirish mumkin. Hayvonlar moddiy taraqqiyot uchun nihoyat ko'p imkoniyatga ega. Lekin axloqiy cheklamalar ostida yashaydigan insonni ojiz va passiv o'ringa tushirib qo'yadigan nurg'un cheklama va reallik mavjud. İstanbul'da qadrli qarindoshlar esirge ezan to'g'lidi. İnşallah biz yine bir qancha bet o'qiymiz. Endi ikkinchi mavzuni o'qiymiz. Ali İzzet Begovichning qo'limizdagi bu Sharq bilan G'arb oralig'ida islom degan kitobni o'qiyapmiz. İnsanning hayvonotlar dunyosidan ayrilib o'z oldiga salohiyatga erishishga ketgan uzoq vaqt jarayonida namoyon bo'lgan tashqi farqlar, o'rimish, qo'lning taraqqiy qilishi, so'zlash va idrok intayin ahamiyatsiz bo'lib, unchalik gavdalik emas edi. O'xshash vaqtda ham maymunga hamda insonga o'xshaydigan bir maxluq bir daraxtning mevasini uzish maqsadida tayoq ishlatgan yoki boshqalarga xabar yetkazish uchun ba'zi ovozlarni chiqargan vaqtida uning insonmi yoki hayvonmi kim ekanligi aniq emas edi. Halbuki ma'lum bir e'tiqod yoki bir axloqiy cheklamaning mavjudiyati biror masala haqidagi gumonni yo'q qiladi. Shunga inson bilan hayvon o'rtasidagi farq jismoniy va idrok jihatdan emas, ma'naviy jihatda gavdalanadi. Masalaga bu nuqtadan qarag'imizda insonning paydo bo'lishida radikal tarixiy va ilmiy faktlarning o'tiriga qo'yguniga o'xshash
Öğrenmeniz qomning taraqqiy qilishi, ovoz chiqarish turtkisida so'zlash qatorliqlar emas, tunji e'tiqod, rasm, farz qatorliqlar muhim rol o'ynaydi. 15 ming yil ilgari gul-chechaklarga yoki hayvonlarga zo'q bilan qaraydigan, arqadan o'nkirlarning tomlariga rasmlarni sizib chiqqan vahshiy hayvon haqiqiy insonga o'zining jismoniy ehtiyojlarini qamlash uchun yashaydigan ve her günü yeni ihtiyaçlar icat qilib, arzu heveslerine berilgen zamanıvi insan yoki kökke taqashgan binalarda o'ltirib, başkalardan özünü yiraklaştırgan, estetik zoklardan ve hissiyatlardan mahrum aldı yaşaydigan şehirlik insanı seliştirganda bekirek yakın turdu. Atkinson Tunji Qanun namlı əsərdə dünyanın hər qaysı joylarida her xil iftidai çeklimelerini uçratqılı buluduğanlıqını bayan qılıdı. Yamanlıqlardan uzaq duruş, çeklimeler, çekiliş uyaq tutulsun, nəzər selişqin bulmaydıqan nəsələr iftidai insanların turmuş şekli ve hayatı haqqında məlumatı bulmaqçı bolğanlarını her yerde uçratqılı buludu. İftidai insanların aklını bənd qılğan hər xil naçar, lənətlik ve qarğıştəkkür nəslərinin barlığına dair göz qarashlar mevcut. İftidai turmuş şeklinin bütkül tərəflərində çəklimələrini uçutuş mümkün. Məbudmu dəl çəklimələr qatarında muamele qılınğan. İnsaniyet tarixinin dəstəbki basqışıda məbud əxlaqi mahiyyətki ilk ufqum idi. Demek ki insan təbiyyətinin prezidentiga oxşaş hərəkət qılmasdan təbiyyətki yat halda hərəkət qılğan. İnsanın asaslıq his duygusu qorxuş bulub, bu hayvanlardaki biyologiyalik qorxuşqa oxşamaydı. Bu xoldaki qorxuş mənevi ve ədəbi bulub, mevcutluğunun sırlıqlığa münasibətdir. Mevcutluk fəlsəfəsinin başlamçılarından bolğan Nemis mütəfəkkir Heidegger qorxuşni insan mevcutluğunun əbədi ve vaqtdan xali təqdiri deb tərifləydi. Bu xildiki qorxuşun içində qiziqish, hayranlıq, aramsızlıq qatarlıq duyğular, belki bütkül sənət ve kültürümüzün tigir yatqan hissiyat mücessemlengen. Çeklimelerinin otturğu çıkışı ve pes ve uluq, lənətlik ve mukaddes hukumlarının əslideki mənisini iftidai insanın dünya bilen boğan münasibeti ve onun oxşuğan hareketleri bilen izahlaş mümkün. Eğer biz bu dünyanın prezidenti bolsak, ondaqda təbiyyətdeki mevcudatla mukaddes yoki pes buluşu mümkün emas. Bundaq hukumlar dünyanın təbiyyətiga ziddir. Ular eski eliş mümkün bolmagan başka bir mənbəyə şahit bolğandək turdu. Sənət ve din türküsüyle izahlaşqa urunup gələn taşqi dünya, yani bu dünyaga muvafiq bolmagan inkaslarımız bilimnin insanını asas qılğan tərəfini inkar qilish mahiyetiga ega. İptidai insan özünün təbiyyətə qarşı görüşüge nimi üçün her vakit ve her yerde din arqalıq cevap bergen, nimi üçün her yerde din arqalıq qiyinçiliqini, boruqtumluqini, xiyalini, qorqqanlığını ifade qılgan, nime sebepten nicatlık koydu yürgen. Nicatlık koydu yürgende zaten qaysı nəslərin qutuluşunu oylagan. İnsanın bu tərəfi yaxşılıq bilen yamanlıq oturuski tengir qaş, mənfəət bilen vicdan, yaxşılıq bilen yamanlıq, mevcutluğun mənisi bilen mənisizliki, toğrusudaki tengir qaş qatarlıqlar əqli, izahdan uzaqdır. En tərəqqi qılğan hayvan türdümü bunun oxşaş ufqumla, qiyinçılıqlar yoki çeklimelerini uçurtuş mümkün emas. Bu çeklime lənət, məbud ve sır ufqumları insan eğinin ayrılmaz bir kısmı süpütüde oturğu çıkıdı. İnsan qayerdə oturğu çıqqan bolsa din ve sənətmə şu yerde oturğu çıqqan. Din, pen, din ve sənətə selişturğanda nispeten yeni hadisi hesaplanıdı. İnsan, din ve sənət her vakit birlikte mevcut bulup tuğan. Lekin insan mevcutluğunun bazı mühim meselelerine cevap vereleydiğen alaylık igi boğan pendin ibaret bu hadiseye tegişlik derecede ehmiyet verilmegen. Materyalizm insaniyet tarihinin yekki ve tüzsüzlük yönünüşüde terakki kıldığanlığını ilgili sürdü. Bırak iftidai insanın hayatının nimi üçün her vakit ve her yerde sırlık, çeklimi ve itikadlar bilen tolğanlığını hiç kim, hiçbir zaman
qoyil qilarlik darajada izohlab beramikin. İnsan acaba nima uchun yulduzga, toshga, tog' daryoga, qisqasi har narsaga hayot va kimlik ato qilish yo'lida qo'ydi yurgan? Dunyoni boshqacha emas, nima uchun bu shaklda ko'rishga odatlangan? Aksicha, madaniy inson nima uchun har narsani obyektiv sifatida ko'rishga va har qanday narsani anorganik va mexanikalik sabablar bilan izohlashga urinudi? Necha ming yil mobaynida insonlar ibtidoiylarning rezillik va nodonliklarning ma'nosining nima ekanligini bilmay turib, ulardan qutulishga urinib kelmoqda. 3. tema, hayvonlarda muqaddaslik yoki parhez hukmlari bo'lmagan o'xshash insonning tushunganidek ma'noda go'zallik hukmi va estetik hukmi, zavqi yo'q. Maymunlarning ba'zi rasmlariga asosan hayvonlarda resim chizish qobiliyatining borligini ilgari surish asossiz. Ro'shanki maymunlar resim chizgan bir odamni nihoyat ustunlik bilan doğrayolishi mumkin. Bir chaqlarda ba'zilar atalmış maymun san'ati bilan o'zining ko'z qarashlarini bozorga selib yurishdi. Biroq bunday bir san'at turi mavjud emas. Sovet olimi bu kim bu sohada muhim tadqiqot qilib bo'lgan. Buning aksicha tunji haqiqiy insonlar bo'lgan Cro-Magnon insonlarining resim chizish va o'ymachilik qila oladiganligi hammaga ayon. Resimlari o'nkir tomlari, so'ngak va munguzlarda tepilgan. İspaniyaning Altamira, Fransiyaning Lescot o'nkirlarida ibtidoiy insonning estetik hayojinining natijasi bo'lgan resimlar tepilgan. Ba'zi resimlarning 30 ming yillik tarixi borligi mo'ljallanmoqda. Sovet arxeologları bunundan bir neçə yil ilgari Ukraynaning Chernigov shahriga yaqin bir joyda g'oyat zo'r cho'ngliqdagi so'ngakdan yasalgan taxminan 20 ming yillik bir yurish muzika asboblarini tepib chiqqan. Bezash kiyinishdanmi qadimiy bo'lib, go'zallikka bo'lgan moyillik, ehtiyoj va funksiyadan texnik kuchli. Bu haqiqat qadimdan ta hozirgacha kiyinishda to'liq gavdalanib kelmoqda. Kostyum bilan kiyim o'xshash narsa emas. Kostyum bir davrning, bir inkasning va bir moyillikning ifodasi hisoblanadi. Millatlarning har xil kiyim-kechaklari nuqul bir davrning ehtiyojlariga yoki muhitga javob bermaydi. Kiyinish ba'zida rasm bo'lsa, ba'zida she'r bo'lishi mumkin. Hayvonning tuklari yoki terisi nihoyat go'zal bo'lishi mumkin. Biroq bu go'zallik hayvonning o'zining qudratidan bo'lmagan. Bu güzellikning, parlaqlikning va rengining asosida har vaqt ma'lum funksiya mavjud. Buningdan sirt ruhoniy naqshlar va o'yinlarda e'tiqod bilan san'atni farqlantirish mumkin emas. Toshdan yasalgan tunji haykal bir but edi. Xato yetaklangan diniy ilhom okeanlardagi orollarda, Kodivor sahillarida va Meksikada tepilgan güzel taş heykellerinin ve niqablarning ro'yobga chiqishiga turtki bo'lgan. Bu asarlar davrimizda sap va Çin hissiyotlik san'atining namunalari sifatida ko'rilmoqda. Haykaltarashlik san'ati har jihatdan butparastlikka taalluq bo'lib, bu sababdan islom va ba'zi agash kuchlari az bo'lgan dinlar bu san'atiga boshqa chiqaraydi. Qaraganda san'atning dinning kelib chiqqanligini yoki har ikkisining ibtidoiy axloq bilan birlikda o'xshash manbadan kelganligini va insonning yo'qolib ketgan bir dunyoni tepishga urinish qatorliqlarni muayyanlashtirish uchun tarixdan ilgirki davrlarga qaytish kerak. İnsanning hayvondan farqli bo'lgan bu tarafi Albert Camus'ning bunu so'zida alohida gavdalanadi. Hayvon taqdiriga isyon qilmaydi. İnsan dal aksichi bo'lib, asi bir hayvon. Yani hayvon bo'lishni xohlamagan yegana hayvon. Bu isyon tipik insoniy inkastur. Şuna mənbəsi cəhətdən zoologiyalik bo'lgan madaniyatning va mavjudlikning bir qator g'ayri insoniy o'lchamlarini intizom, avomlashtirish, podalashtirish, jamiyatning shaxs ustidagi hukmronligi qatorliqlar jamiyatga majbur tangan, taraqqiy topgan va ilg'or jamiyatlarda isyon qilgan insonlarni ko'p uchratamiz.
Endi 4-cü mezmunga keldik, qadirlik qarindoshlar. G'arib va Şərq arasında İslam. Joan Huizinga Indiyalılarning bir bayramiga Shinol tilida berilgan nomdir. Yana bir hodisani bayqab chiqqan bo'lib, u bo'lsa o'yin. Hayvonmi o'ynaydi, tomosha qiladi. Biroq insonning o'yin o'ynashi boshqa bo'lib, uning ma'naviy roli bor. Ya'ni inson ichki ehtiyojini, ruhiy dunyosini qondirish uchun o'yin o'ynaydi. Hayvonlar o'ynagan o'yinning meyli oshiq-ma'shuqlik o'yinlari bo'lsin, meyli bolalarning o'sib yetilish ehtiyoji nuqtasini o'ynalgan o'yin bo'lsin, asosida har vaqt biologik omil yotadi. Ya'ni biologik roli bor. Hayvonlarning o'yini tabiiy bo'lgandan sirt muayyan rolga ega. İnsanlarning bo'lsa erkin bo'lib, amaliy g'oya bilan hech qanday munosabati yo'q. İnsan ang turtkisida o'yin o'ynashga moyil keladi. O'yinlarga ma'no berishga tirishadi. Yana bir xil o'yin turi bo'lib, u butunlay antizoologiyalik, zoologiyaga qarshi mohiyatga ega. Uning ismi potlatch. Indiyalarning bir bayramiga Shinol tilida berilgan nomdir. Joan Huizinga. Joan Huizinga degan adamning ismi ekan, bayatdan qilsam. Bo'lib, ibtidoiy kültürning muhim ifodasi hisoblanadi. Huizinga bir kitobida buningga keng o'rin ajratdi. G'ayri aqliy va iqtisodiy qiymati bo'lmagan mazkur o'yin ibtidoiy san'at yoki cheklamalar, mabutlar, yaxshi va yomonlik hukmlari bo'lgan ibtidoiy axloq qatorliqlar tava bo'lgan tuzumga taalluq. Bu yerda Huizinganing kitobidan buningga munosabatli qiziqarli bayonlarni naql keltirishni muvofiq deb qarayman. Qadimiy jamiyatlardagi kultur hayotining shaklini boshqa o'yin yoki narsa İngiliz Kolombiyasida yashagan indiyan qabilalarining potlatch deydigan o'yinchilik tasvirlab va izohlab berolmaydi. Kivaykutlar qabilasida potlatch nihoyat keng ko'lamli tabriklash faoliyati bo'lib, keng umumlashgan. Ikki to'pliqdan biri tantanalik marosimlar o'tkazish orqali o'zining ustunligini isbotlash uchun yana birisiga nurg'un sovg'a taqdim qiladi. Marosim o'tkazilgan taraf qarshi tarafga joyida xizmat qilib bo'lgandan keyin qarshi tarafmo bir mezgildan keyin o'xshash marosim o'tkazib, eng qimmatli narsalarni mehmon to'pliqqa izzat ikrom qiladi. Bu marosimlar ularning turmush odatlariga, e'tiqodiga, qonuniy nizomlarga va san'atga zo'r ta'sir ko'rsatgan. Tug'ut, nikoh, xatna, badanga shakl uyish, qabristonlarga tosh qo'pirish qatorliqlar potlashga nisbatan vositadan iborat. Qarshi taraf texmo dag'dug'uliq marosim o'tkazishga majbur. Agar o'tkazishni kechiktirib qo'ysa, nomini, izzat obro'yini, to'timini, har turli huquqlarini yo'qotib qo'ydi. Potlatch asnosida ustunlik faqat sovg'a-salomlar berish bilan cheklanib qolmasdan, o'zining mol-mulkini fido qilishmo bilan isbotlandi. Chunki insonning mol dunyosizmo yashalaydiganligini isbotlashi kerak. Bu ahvol har vaqt raqobat tusini oladi. Qabila oqsoqoli bir mis qozonni chiqib, bir yotqonni ko'ydirsa, qarshi tarafning oqsoqolimi texmi qimmat yoki hech bo'lmaganda o'xshash qimmatli bir narsani fido qilish kerak. Maligisining mol dunyosini o'zi xohlab fido qila olishiga vakillik qiladigan bundoq bir sexiylik musobaqalarining iznolarini butkul dunyoda uchratqili bo'ladi. Marcel Mauss Malayziyaliklarning bunga o'xshash odatlarini borligini tilga olib, bu odatlarning tamoman potlashga mos keladiganligini tilga oldi. Marcel kitobida bunga o'xshash odatlarning qadimiy Yunon, Rim va nemis kulturida borligini bayon qildi. Granit, sovg'a, salomlashish va o'z mol-mulkini fido qilish musobaqalarining Xitoy an'anasida borligini aytadi. İslamiyatın ilgili Arabistonda bu odatni boshqa bir nom ostida uchratamiz. Bu odatning ismi muaqqaradir. Helit bu haqda az to'la tadqiqot elib borgan. Keyincha Maus bu to'g'riliq tafsili tadqiqot elib bordi.
Maos bu haqda mundaq deydi. Mahabharata Hindi xalq dastani. Potlashning tarixidir. Bu murasimlar izzat, obro'y, maqtanish, jang e'lon qilish, mardlik, nom sharaf, qurollarga ahamiyat berish, ajdodlarni ko'kka ko'tarish qatorliqlar bilan bo'lgan. Bu murasimlarda kundalik hayotdan andish qilish, manfaat va foyda olib keladigan narsalarga erishish qatorliqlarni uchratolmaymiz. Bilishimcha, etnologiya ilmi potlashning kelib chiqishini izohlaganda ko'proq sehr va afsonalarga munosabatli tasavvurlarga tayanadi. Bununla G ve Lohir'nin Kiva İkutil Dindiki İblis namlı kitabı tipik misal bulalaydı. Potlaç adetlerini odum qilib kelgan qabillarda dini hayat intayin quyuq. Bunday topluluklarda izzat, obro'y, do'stlik, riqobat, jang e'lon qilish, mardlik, tavakkulchilik qatorliqlarning o'rni yuksak bo'ladi. Shundaqla maqtanish keng umumlashgan bo'lib, birisi maqtanganda mol-mulkka ahamiyat bermaydiganligini alohida ta'kidlaydi. O'zaro almashtirilgan va sovg'a qilingan narsalarning amaliy qiymati bo'lmaydi. Muqaddas hisoblangan yoki sihri kuchi bo'lgan narsalar i'ona qilinadi. Shunlashqa bu xildagi to'pliqlarda moddiy manfaat mavjud emas. J. Huizinga Homo Ludens 83-betdan 87-betgacha. Mal dunyoni paydo qilish, foyda manfaatdan uzoq turish, mal dunyo o'rniga prinsipiga ahamiyat berish, bular g'ayri samimiy bo'lsa-mu, alayda insonlarga xos alaydiliklar bo'lib, hayvonotlar dunyosida bununla o'xshash narsalarning iznalarini uchratmaymiz. 5-mazmun, qadrli qarindoshlar, buni o'qigandan keyin bugungi 4-tadbirga isim darsimiz Mishelda tugaydi. Kainat haqida Newtonning mohiyatlik nazariya o'ttirib qo'yganligi ilgari surilganiga o'xshash, bir zamonlarda Darwinning to'pisi bilan inson masalasiga mohiyatlik hal qilish chorasi tepilganligimi ilgari surilgan edi. Biroq Newtonning mexanikcha kainat tasavvuri ba'zi haqiqatlarni izohlashdan ojiz kelish sababdan umumlashmagan yoki ilm dunyosida qabul qilinmagan bo'lsa, Darwinning nazariyasimi o'xshash sababdan nisbiy sanalishga mahkum bo'lib qolgan. Tadrijiy taraqqiyot nazariyasi insonning tunji diniy bosqichini qoyil qilarlik darajada izohlayanmaslik bilan birga, hatto madaniyatga munosabatli ba'zi hodisalarni izohlashdan ojiz. Moddiy jihatdan ahvoli yaxshilangan insonning maymunga o'zgarish ehtimoli nima uchun oz bo'ladi? Maddi ölçemler yukarı götürülgen seri, psikiklik ölçemler nemişka tüvellep ketidi. Özünü öldürüveliş, buruqtumluk ve roy keselliklerinin köpeyip ketiş qatarlıqlar nemi üçün milli kirimnin eşi ve maarif sevgisi bilen on tanasip buludu. Ya ki takamullaşışının dəstəbki basquşuda, keyinki basquşuda seliştirganda nemi üçün texmi köp insaniyet var idi. İlgirləş ve teraqqiyat nemi üçün insani hadiseler bilen on tanasip emas. Ondaq boz. Qandaq bulup, dünyanın gayri medeni rayonlarının Afrika sen iti atalmış medeniyet rayonlardan bay bulup kalıdı. Bu rayonlarda oturga çıkan sanat şu rayonun halkı yetekçi rol vazifesini öteydi. Ya ki tesiri intihan güçlük buludu. Darwin bilen Newton'u tanıgandan keyin insan ularının müjmellikten uzak asanla qabul qiladigan qarashlardan ondaq asan vaz kechelmaydi. Newton'un dünyası izchillik, mantiqlik bo'lganiga o'xshash, Darwinning insonning tabiiy, oddiy va oldin mo'ljalligili bo'ladigan mohiyatga ega. Darwin insonni ehtiyoj, kurash va raqobat bilan tug'gan, bir yo'nalishdala taraqqiy qiladigan moddiy dunyo sifatida suratlab berdi. Biroq Newton'un nazariyasini aynishdan buzib tashladi. Dal bu noktada tushkun falsafa ve medeniyetinin muvaffaqiyatsizligi yana bir qatim namoyon bo'ladi.
İnsan bu qatim mundaq tasvirlandi. İnsanni oldin mo'ljallash, izohlash va qoyil qilish mumkin bo'lmagan. Butkul gumon va turmushdan andish qilgan maxluqdir. Einsteinning tadbir bo'yicha aytganda agri bir maxluq, ta'biri bilan aytganda insonni tema qilgan falsafa uzun mazgil yakki yo'nalishlik Darwin nazariyasining ta'siri ostida qolgandan keyin hozir o'z inqilobini Einsteinning qarashiga muvofiq holda bo'lishini kutmoqda. İnsan haqidagi bu yangi ko'z qarashning Darwin nazariyasiga bo'lgan nisbati Einsteinning koinot qarashining Newtonning qarashiga bo'lgan nisbatidek bo'ladi. Ruhga ega bo'lishimiz hayvon ajdodlarimizdan bizni farqli qiladi. Undaqda bizning azob uqubatda tavundig'imiz va keyif safa altida chiriklashib ketishimiz dar haqiqatdir. Şoňlaşky insan ne Darwinning digini boýunça, ne kainat Newtonning digini boýunça şekillendirilmegen. Qadirli qarindaşlar, ämdi 59-njy betki keptimiz Canlyklar dünýasynyň dualizmi digen mezmunken bunu inşallah kiler saatlik dersimizde birlikte ügünümüz 74-njy betkiçe 60'tı. Ondan keyin gumanizmning ma'nisi, humanizm, to'g'rilik ügünüp, ikinci bab kültür ve medeniyet, kural ve itiqad degan mezmunlarga kildikenmiz, ügenginimiz Ali İzzet Begovich Şerq bilen Garip aralıqda İslam Uyghur tercüme merkezi tercüme qilib nashr qilgan kitapxonlardan setib olsanglar okusanlar buladigan kitap qadirli qarindoshlar. Bulapma felsefe o'qigan, har xil Darwinizm, undan keyin har xil ideyalar bilan tanishgan, g'arbda, sharqda felsefelerden bilim va qarindoshlarning bir qator o'qib chiqishini tavsiya qilamiz. Anda bo'lsa kelari soatlik Şerq bilen Garip aralıqda İslam degan dersde görüşküç aman bulunlar. Allah'ın özgü amanet, rahmet, Abdurrahim kardeşim, Allah'ın özgü amanet bulun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi berekatuhu.